Ish joyiga tegdi o'rtoq. Nimasini aytasan? Kechgacha ishlashga to'g'ri kelyapti. Ishlamayman desam pul kerak, ishlayman desam uyda erim, farzandim bor. Menga tez energiya kerak. Enaga deysanmi? Mani yaxshi tanishlarim bor. Tanishlaring halol yaxshi qizlarni ish qilib. Ha, hammasi o'zimni tanishlarim. Xohlasang senga nomerini beraman, xohlasang san nomeringni ularga beraman, gaplashib ko'rasizlar. O yaxshi bo'lardi. Ofitsiant xabaring. Qani, ketdik. Ishga kech qolaman-ku. Adasi, Ha, nima deysan? hech qayerga borishga ulgurmayapman. Bu yoqda qizim, bu yoqda siz, bu yoqda uy ishlari. Charchab ketdim уже. Yordamchi olaylik adasi. Yordamchi deysan. Mayli, kechki ishdan keling. Birgalashib internetdan qidiramiz, xo'p? Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Hozirgi ayollarga ishonch yo'q. Begonani uyga qo'yishda ehtiyot bo'lish kerak. Yo'q, men уже qiynalib ketdim. Men уже kutolmayman. Topamiz bugun. Mayli, bilganingni qil. Lekin ehtiyot bo'l, tushundingmi? Hali ham bo'lmadingmi? Tez bo'l, ketishimiz kerak. Xo'p, yur qizim. Esse cartão tem actogure, Ber qizim. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haligi e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qilgan edim. Men e'lonni ayol kishilarga bergandim. Ha, qarang. Men xotinimga ish qidirib yurgan edim. Ish haqida ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Xo'p, mayli. Faqat kechava telefon qiling, ko'rishib gaplashib olamiz. Xo'p, kechava telefon qilaman unda. Bo'pti, sog' bo'ling. Salom. Yaxshimisiz? Rahmat. Marhamat. To'g'risi hayron bo'lsangiz kerak. Nimadir buyurtma qilamizmi? Yo'q, kerak emas. Haligi xotinim biroz uyalchang. Shuning uchun uni o'rniga men ish qarayapman. Notanish joylarda begona odamlar bilan uchrashishni xohlamadim. Siz bilan yaqindan tanishib olsak, keyin uni ham siz bilan bemalol qo'rqmasdan tanishtira olaman. Nega u bilan kelmadingiz? Haligi to'g'risi ayolimning ozgina isitmasi bor edi. Kasal edi, ha. Yo'q, lekin darrov ishga chiqishga tayyor. Ishga chiqa oladi. Keling, yaxshisi ertaga yana bir marta ko'risha qolaylik. Mayli. Ertaga xotinimni ham olib chiqardim. Mayli. Bafurcha ko'rishib ish haqida gaplashib olardik. Maylimi? Rahmat. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Sog' bo'ling. Hop. Menga qara, ovqating rosa ham shirin bo'ldi. Rahmat. Shirin bo'lganidan ko'p yevorman. Osh bo'lsin. Adasi. Bitta ko'k choy damlab kelasanmi? Xo'p. Aytgancha e'lon berdingmi? Nima Ha, bo'ldi? berdim. Adasi, menga erkak kishi telefon qildi. Biz uchrashib gaplashdik. Erkak kishi? Ha. Uchrashdinglarmi? Uchrashdik. Xo'sh, nima haqida gaplashdinglar? Ishlarni tushuntirdim. Keyingi safar xotini bilan kelarkan. Menga qara. Keyingi safar xotini bilan kelmasa, yo'qotini, tushundingmi? Xo'p.
O'zi sani boshqa tanishlaring yo'qmidi? Dugonalaringdan so'rasang bo'lardi-yu. Bor, gaplashdim dugonam bilan. Qizlarga aytaman dedi. Mani nomerimni beribdi. Telefon qilsa, gaplashib ko'raman ular bilan ham. Bo'pti, bor choyingni damla. Xo'p. bugun ham ishdan kech chiqdik o'rtoq. Rosa men ham charchadim judayam. Aytgancha eniga topdingmi sen? Voy, kim telefon qildi degan? Xo'sh. Erkak kishi telefon qildi. Yo'q. Ha, o'zim ham hayron bo'ldim. Вообще g'alati bo'lar ekan. Ayollarning ishiga erkak kishi telefon qilib so'rasa. Nima bo'ldi? Короче, xotiniga ish izlab yurgan ekan. Ko'rishdik, kстати, biza. Yo'q, nimalar bo'ldi, nima dedi? Ko'rishdik, gaplashdik, xotiniga ish izlab olman dedi. Shu bilan ertaga xotini bilan ko'rishadigan bo'ldik. Ishga oladigan bo'ldingmi? Ha, ertaga xotini bilan ko'rishib, xotinini ishga olaman, yaxshi bo'lsa. Kстати, o'tgan qizlaring telefon qilmadi-ku. Bilmadim, nomeringni bergandim. Menga qilmadi telefon. Qilsin, qizlarni ham ko'ring. Bo'ldi, xo'p. O'rtoq, qaragin, ehtiyot bo'lgin. Mayli, ko'ringchi. Tezroq yurgin, o'rtoq. Yangi tufli olgandim, oyog'imni urib tashladi. Xo'p, mayli, yur. Salom. Yaxshimisiz? Marhamat, o'tiring. Ayolingiz qani? Haligi bilasizmi? To'g'risi, uni hali isitmasi tushmadi. U o'ziga kela olmadi. Kutishga esa vaqtimiz yo'q. Sizga tezroq ishchi kerak edi, to'g'rimi? Shuning uchun uni o'rniga o'zim 1-2 kun chiqib turmoqchiman. Tushunmadim. Nima deganingiz bu? Men erli ayolman. Menga ayol kishi kerak. Yo'q, Oynur, siz tushunmadingiz. Men sizga foydali bo'lishim mumkin. Faqatgina uy ishlarida emas. Nima qilganingiz bu? Ko'rinishingizdan tuppa-tuzuk odamga o'xshaysiz-ku, uyalmaysizmi? Ahmoq. Oynur, Oynur. Afsuslanasiz. Eringiz qayerda ishlashini bilaman. Ishxonadagi o'rtoqlari men bilan qo'l ushlashib o'tirganingizni ko'rsa, Rustamjon yomon sharmanda bo'ladi-da. Menga qara, men bilan hazillashma. Agar bu haqida kimdir bilib qolsa, o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Sir saqlang, jonginam, sir. Rustam aka, Nima gap? shunaqa gaplar bo'ldi. U bilan oxirgi marta uchrashuvga chiqasan. Xo'p. O'rtoq, ishon, shunaqa zo'r qiladi manikyurni. Yo'q, rostdan. Ha, вообще zo'r qiladi. Yur, o'zim ko'rsataman senga, o'zing ko'zing bilan ko'rasan. O'rtoq, aytgancha, anavi gaplashgan yeniga nima bo'ldi? Voy, senga aytmadimi? Yo'q, hali aytmadi. U mashinik ekan. Yo'q. Ha, xotinim bilan kelaman degandiyu, esingdami? Aytganding. Xotini bilan kelmadi, o'zi keldi. Gaplashib o'tirgandik, o'zidan o'zi qo'lini ushlab oldi. O'sha restoranni kameralaridan rasmlarimizni olibdi. Xo'jayinimga ko'rsatmoqchi, meni qo'rqitdi, tuhmat qildi. Yo'q. Sizni o'ldiraman dedi. Endi nima qilmoqchisan, o'rtoq? Xo'jayinimga aytib berdim hammasini. Tegishli joylarga beramiz endi. O'rtoq, senga aytdim, ehtiyot bo'lgin deb. Men ham bilmadim-da. Mayli, siqilma, bir gap bo'lar. Mayli, yo'q.
Hop. Sen qo'rqmasdan ichkariga kiraver. Bino to'liq nazoratimiz ostida. Adasi, qo'rqib ketyapman. Sen o'tirgan stolning orqasida ikkita xodim o'tiribdi. Xo'p, mayli. U senga hech narsa qila olmaydi. Sen aytilgan ishni qil, tamom. Xo'p. Salom. Marhamat. Sizni ko'rganimdan xursandman. Men ham. Shunchaki boshimda erim bo'lgani uchun ozgina qo'rqdim. To'g'risi nimadir bo'lishini baribir sezardim. Balkim bu safar nimadir buyurarmiz. Yo'q, maqsadga o'tamiz. Qoyil. To'g'risi hayratdaman. Yuring, biz uchun atalgan xonani ko'rsataman. Marhamat. Aka puli tushib qoldi. Bu meni pulim emas. Olib berib yuboraymi bo'lmasa? Ha? Jan, Qo'yvorlaring. bos. Qo'yvor. O'zingni bos. Ol bu yoqqa. Qo'lim. O'zingiz bosib oling. Siz bilan tegishli joyda gaplashamiz. Iflos, bu hali sani ishingmidi? Iflossanmi? O'zingiz bosing. Ha? Yoki ayolimmi? Tirikchilikni boshqa yo'lini topa olmadingmi? Ras. Olib chiqib ketinglar buni. Voy! Sekinroq. O'zi aka, bu odamning orqasidan ko'p jalba tushdi. Lekin rahmat, sizlar yordam berdinglar. Bu bizning fuqarolik uchimiz. Mayli aka, sog' bo'ling. Rahmat. Bugundan keyin yordamchi tanlashda shoshilma. Tushundingmi? Xo'p, adasi. Ko'rdingmi nima bo'lgan? Ko'rdim. Bu yog'iga senga qanday yordamchi kerak bo'lsa, men o'zim topib beraman. Bo'ldi. Tushundingmi? Faqat topganingiz rostdan ham ayol kishi bo'lsin-da. Bo'pti. Yur.